وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فشرح به الصدور ونار به العقول وفتح به أعينا عميا وأذانا سما وقلوبا غلفا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shin maqtov barcha olamlarda yer haqiqatini yaratuvchi, yer haqiqatlari orasida bo'lgan barcha maxluqotlarga ham jon egalarini rizq berib, Allohni tarbiya qilib turishi, bu dunyoda adashmoq, maqsadlashmoq uchun, bizlarga durust turib yashash uchun Qur'oni Karimni bizga bo'lak etib beruvchi Alloh subhanahu va taolaga barcha maqtovlarimiz hamda sanalarimiz cheksiz shukronalar bo'lsin. Ham barcha olamlarga nur ham rahmat bo'lib keladigan Allohning pok elchisi, suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga, uning ahli baytiga va sahobalariga Allohning salami va barakati bo'lsin. Jumlalarimiz muborak bo'lsin. Kishi bilan hayvonni ikki narsa ayiradi. Birisi aql, ikkinchisi de suyulashuv sabati. Biz hayvondan shunday ayiramiz. Bizda aqlimiz bor, ham suyulashuv sababimiz bor. Biz suyulasha olamiz. Alloh subhanahu va taolo bizga shu tilni berdi. Til bu Allohning buyuk bir ne'mati, ham ulug' bir san'atidir. Shu til bilan biz o'zimizning hislarimizni suylaymiz. Narsa endi boshimizda o'ylar bo'lsa, shularni ayta olamiz. Ham biz oralashamiz. Shu til bizga ko'p yordam etadi shu dunyoda. Yashashga yordam etadi. Ham ibodat qilishga bizga shu til yordam etadi. Ham shu vaqtda, shu ma'lumot zamonda quvvatli bir sharat bo'lib turadi. Bir qurol bo'lib turadi. Shuningdek qarasak, bir vaqt so'z bilan kishini kuch qo'llanib yaralangan qarorda da ko'pga tirarak yaralangan mumkin. Agar kishiga so'ksak, ana shu tush og'irdir ham sizlov bitar. Ammo lekin og'ir bir so'z aytsa bu kishiga bu og'irtuv bir ko'pga ketar. Bir uzoq ketib bu yara boshqa bo'lib turadi. Ham har xil ona ozodlik berib turadi. Suyukli Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan bir sahifasi keladi. Ey Allohning elchisi, eng qo'rqinch bir narsa turag'ash Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uning tilidan ko'rsatdi. Eng qo'rqinch narsa bizning uchun bu til. Ikkinchi bir hadis sharifda kishining yuragi to'g'ri bo'lgancha qadar iymoni durust bo'lmas. Tili to'g'ri bo'lmasa, yuragi to'g'ri bo'lmas. deyilgan. O'ylab qaraymiz. Hozir biz o'zimizning tilimizga e'tibor etdik. Tilimiz to'g'rimi? Til to'g'ri bo'lmasa, yurak to'g'ri bo'lmas. Shu hadisga qarasak, yurak to'g'ri bo'lmasa, iymon durust bo'lmas. O'ylab qaraymiz, jamoat. O'zimizni esga tushirdik. Masalan, biz tilimizdan, ovozimizdan nima so'zlar chiqadi? To'g'ri so'zlarmi? Yo'qsa, kirisinchami? Haligi bir hadisda Payg'ambar aytadi: kishi erta bilan uyqudan turganda uning butun a'zolari tilga murojaat etib, bizning haqda Allohdan qo'rq, chunki baribizda senga deydi deb aytadi. Shuningdek bizning tilimiz bu dunyoda durust ekanini so'zlamasa, butun
bütün ərizə cəza görüşür. Bütün ərizə cəza görüşür. Buna qarasıdır gene bugün. Bütün ərizə cəza görüşür. Havalar yalvaralar. Her günü şuşutturga yalvaralar. Doğru mu? Buna qarasıdır. Bütün ərizə değil. Şu hadisni biz daha da terеңірек fikirleyik. Har haftada. Abu Hurayra degan sahoba Alloh taolodan rizo bo'lsin, rivoyat etadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdi, Rasulda birov bir so'z aytsa, ham Alloh shu so'zi bilan rizo bo'lsa, uning darajasini ko'taradi. Agar birov bir so'z aytsa, ham Alloh shu so'zi bilan shu so'zi uchun amal qilsa, uning darajasini tushirur. Amerikan
ислам динine мәсхәрә итү, кимсетү, кешене мыскыллап күрү, аның дәрәҗәсен төшерү катгый бер рәвештә тыела. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, дөреслекдә бер-берсен мәсхәрә иткән кешеләр арасыннан берсе алдында җәннәт ишекләрен ачарлар һәм кил монда дип әйтерләр. Ул кеше җәннәт ишекләреннән юлыгып, әмма килеп җитүгә ул ишекләрне ябарлар дип. Һәм бу чакырулар дәвам итәр, әмма җәннәт капкаларына килеп җитүгә аңа гел аларны ябып торырлар. Уйлап карагыз, мәсхәрә кылучы кешенең халәте нәрсәгә төшә? Аны да мыскыллап итәрләр. Җәннәткә чакырулар, әмма ләкин килеп җиткән җәннәт ишекләрне ябарлар аның бурны алдында. Һәм ул дәвам итә. Һәм икенче бер хәдистә Аллаһның Расулы алейһиссалату вассалам, әгәр берегез үзегезнең кардәшегезне берәр гөнаһсында гаепләсә, әмма ул кардәшегез ул гөнаһларны тәүбә кылып үкенгән булса, шушы сүзләрне бар туктамагыз. Әгәр берегез үзегезнең кардәшегезне берәр гөнаһсында гаепләсә, әмма ул кардәшегез шул гөнаһтан тәүбә кылып үкенгән булса, гаепләүче кеше шушы гөнаһны үзе эшләмичә үлмәс. Алла сакласын. Барыбыз гөнаһ ясыйбыз. Әмма ләкин ул безнең өчен сәбәп түгел, гаепләргә гөнаһта. Чөнки бәлки ул тәүбә иткәндер, чын күңелдән гөнаһтан. Һәм без аны гаепләсәк, Алла сакласын. Шушы гөнаһны үлмичә, ясамыйча үлмәс дип. Biz kardeşimizге yardım etmek için гаепләргә түгел. Һәрбер кешедә гаеп бар. Һәрбер кешедә гөнаһ бар. Без гөнаһсыз кешеләр түгел. Әмма ләкин ул сәбәп түгел безнең өчен башка кешеләрне гаепләргә. Ярдәм итәргә генә кирәк. Шунда кешенең гаебен табырга тиеш икән. Кешенең гаебен табу шушы ак бер кәгазьдә кара тапны тапкан кебек. Күргән кебек. Ак кәгазьдә кара тапны күргән бик җиңел. Кешенең гаебе шулай итеп күренә. Үзебезнең гаебезне күрү кара бер биттә кара тапны тапкан кебек. Кара биттә кара тап күренәме? Юк. Безнең гаепләребез дә, үзебезнең гаепләребез шулай күренми. Кәгазебез чөнки кап-кара бер төстә. Кешенең гаебе дә ак кәгазьдә кара тап күренә. Шуның өчен без иң беренче кара биттәге үзебезнең кара тапны күрергә тырышыйк. Шуны табарга тырышыйк, аны юк итәргә тырышыйк. Әгәр без үзебезне үзгәртсәк, үзебезнең гөнаһларыбызны, үзебезнең хаталарыбызны тапсак һәм аларны юк итсәк кенә, безнең тирә-якта кешеләрнең хаталары да юк булачак. Чөнки алар бөтенсе бездән уйнап кала. Һәрбер күрше, һәрбер бала, безнең балалар түгел, күршеләрнең балалары да, дусларның балалары да бездән уйнап кала. Алар безгә карап тора. Шуның өчен без иң беренче үзебезнең хаталарыбызны, үзебезнең гаепләребезне һәм үзебезнең гөнаһларыбызны табып, юк итәргә тырышабыз. Ул вакытта гына иншалла безнең кардәшебезнең дә хаталары һәм гөнаһлары юк булачак. Иншалла. Һәм өченче әлбәттә ул да гаебен сөйләү. Бүгенге вакытта бик зур бер чир ул. Ул безнең каныбызга сеңгән. Без кайбер вакытта да сизми дә калабыз. Кеше турында сөйли башлыйбыз. Һәм шул бер сүз ишетергә туры килә, гаебәт булмасын, гыйбрәт булсын. Ягъни гөнаһтан киткән кебек булалар. Гыйбрәт булсын дип сөйләргә тырышалар. Ләкин ни әйтсәң дә ул
Bilmezsin nasıl ol gaybet. Yaxşılık bile deyip cevap verdi. Peygamberimiz de aleyhissalatü vesselam şöyle deyip cevap verdi. Gaybet o bir kardeşinin konuuna hoş girmeyen sözlerini onun hakkında söylüyor. Yani sahabeler soruyor ki, eğer de min bulgan yağın söylesem, soradılar. Peygamber dedi. Eğer Müslüman kardeşinin bulgan naşar yağın hakkında söyleseyken, bu gaybet. Bulgan naşar yağın hakkında söyleseyken, bu gaybet. Eğer de bulmagan buldu deyip söylesen, bu da yağla yağlı bular. İkisi de bir hükümde bular. Yani bu olsa da bulmasa da barlık bir hükümde. Bulmagan eğer söyleseyken, bu gaybet, bulmagan eğer yağla yağlı. İkisi de günah. İkisi de bir hükümde günahlar. Ama Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de şu amelini vahşi sıfat birer. Şu amelge. Bu Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor: ey imanlı kişiler, uydurmalarının yani gaybet emiş-emişlerinin kubisinden vazgeçiniz. Allah'ın bu aydağı günahtır. Kişilerin gaybetlerini tekşirmeyiz. Kişi gaybetini izlemeyiz. Biriniz içinizin ardından yaman söylep kalmağız. Ulgan duanın itin aşağı kişiden tabar mı? Bu necis bir haber dedi. Şulay ulaş bu haraplarını kılıp günahka batıdan Allah'tan korkuyoruz. Şek yoktur ki Allah tövbelerini kabul ede hem yavrukladı. Şol şu cemaate biz de şu zor bir atetten, zor bir günahtan tutulayım. Özümüzde kontrol ettik. Şunlukta da, şey çıkmamakta da bir kişi burada barbar başlanıp geçer. Şu vakitte biz tatlığa tekiştiririz. Bizning üstümüzdeki bir vazifadir o. Biz gaybetni tatlığa tekiştiririz. Eğer biz tutamıyız ekan söz bilan turamizda u ishdan ketamiz. Gaybetni söylevda, tinglovda bir darajadagi gunoh. Bir daraja günah. Söylevda tinglovda. Hem to'rtinchi atrofda u yolg'on so'ylav. U da bizning bir g'aybet bilan birga kelayapti. Yolg'on umuman kishilarga eng zo'r ziyon qiluvchi gunoh bo'lib turadi. Yolg'on u qalbni ko'taruvchi ruhiy bir og'riq, shir. Bu yurakning shiri. Ham biz pek ko'p vaqtda o'zimizning darajamizni ko'tarish yoki boshqa bir g'aybni, gunohni qoplab uchun yolg'on so'ylaymiz. U g'aybni biz qoplashga tirishamiz bir yolg'on bilan. Bir-ikkigina bir yolg'on bilan. Shundan boshlanadi. Biz qopladik u bir-ikkigina bir g'aybni qopladik, bir-ikkigina yolg'on bilan hammalagi yashaymiz kun bora. Ham shu g'aybni qoplagan yolg'onni da qoplagan kerak bo'lishadi bir kunda. Ham yolg'on bo'lsa kerak. Ham boshqa bir taqdirda 3 yolg'onni qoplarilib, yolg'on kerak bo'lishadi. Ham ular buni qaraysiz. Turmushimiz bora turadi, yolg'onimiz o'sha turadi. Narsalar bilan aldashamiz. Kelajakda. Allah saqlasin. Biz aldashgan vaqtda ishlaymiz, aytgan so'zimizga o'zimiz ishona boshlaymiz. Boshda o'zimizni ishontiramiz. Aytgan so'zda. Kishini ishontirar uchun. Ham biz o'zimizning turmushimizga u so'zni kiritamiz, ham bu bizning yashagan bir kun bo'ladi. Yani biz o'zimizni aldaymiz. Kishini tugaydi, o'zimizni aldaymiz. Eng birinchidan biz o'zimizni aldaymiz. Biz bunda g'aybimizni qoplaymiz bir necha kishi oldinda. Tug'anlarimiz oldinda. O kishilar bizning g'aybimizni ko'rmasinlar deb. G'aybimizni ko'rmasinlar, bilmasinlar deb. Hamma shuni bilik jamoat. Bir kun kelajak Alloh qarshisida chiqashamiz. Alloh subhanahu va taolo bizni bir maydonda yashab, hamanda bizning yolg'onimiz muhtarosh chiqadi.
Necha kishi bo'lsa, butun kishi bizning yolg'onimizni ko'rishak. Bunda qopladik bizani, yashirdik. Ammo lekin oxiratda mahshar maydonida u yolg'on o'taga shag'ash. Nesa ishlayapmiz bu vaqtda biz? Shu maydonda ko'p kishi bizning yolg'onimizni ko'rgan vaqtda ishlayapmiz. Nega hislarimiz bo'lashadi? Bundan bir 60-100 yil yashagan uchun yolg'onlardan qo'plarga turishdi. Anda mangilik uchun yolg'onlarni qo'plab bo'lar ekan. Yolg'on so'zlarni qo'plab bo'lar ekan. G'ayiblarimizni qo'plab bo'lar ekan. Yo'q, qoplanmas. Alloh yolg'on bo'lashadi. Bizning aytlarimiz, aytlarimiz, qardoshlarimiz o'z so'zlarini kurashaklar. Nindi darajaga tushishamiz bu so'zlarni o'rtaroq ishag'ach. Shuni o'ylaylik. Biz ham u yolg'onga biz ikkiga qaraymiz ishimizda. Bu bilgi gunohimiz. Alloh sizga yaraymiz. Yaxshilik uchun. O'zimizni shulay aqlaymiz. Mening niyatim yaxshi, izgi deb aytamiz. Ammo shuni bilamiz. Shoirlar söylaganda da yolg'on so'ylavda gunoh. Biz ko'p shoiramiz. Shoirlikda yolg'onni so'ylaymiz. U da yolg'on. U da gunoh. Shoir aytgan boshlanar gunohlar, yolg'onlar. Boradi biroq ular bo'lsalar, ular kuchga ham bizga qarshi shiga boshlaydilar bu so'zlar. Chunki u so'zlar bizga aytishga qo'shadi. Bu yerda aytadi. Sen bir shulay aytganing. Ham ishga tushirib kerak. Aytishni bundan aytdimi, yo'qmi? Ham u so'zni qo'llashini kechirib yolg'on aytgan kerak. Alloh saqlasin. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on karimda bizga buyuradi. Allohda va yaqulu va qawlan tutun. Yolg'on so'zdan saqlanamiz deydi Alloh subhanahu. Ham bizlarga ya ayyuhallazina amanu taqulloha va qulu qawlan sadida. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqingiz. So'ylagan vaqtda shin durustni so'ylangiz deydi. Allohdan qo'rqingiz deydi. Agar biz shundan qo'rqsak, Allohdan qo'rqsak, yolg'onni so'ylarizmi? Albatta yo'q. Agar yuragimizda qo'rquv bo'lsa, Allohdan qo'rquv bo'lsa, kishidan tugul, Allohdan qo'rquv bo'lsa, bu vaqtda bizning ovozimizdan bir qashanda, yolg'ishdan da yolg'on so'zlar chiqmas. Hamşikli Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu yolg'onda şunu bir hadis aytadi. Allohning qo'li yolg'onni so'ylagan vaqtda farishtalar shu gunohni jirangish isimdan shaqirim yarim yiroqlikka qo'shadi. Buni qanday qarasiz? Farishtalar uchun yolg'onning jirangish bir ismi bor. Alloh shuni sizga. Agar biz yolg'onni so'ylab tursak, bizning qilda bir farishta qolmaydi. Shu ikki farishtadan boshqa yoki shulardan boshqa bir farishta qolmaydi. Allah bütün qo'shishar. Ham yolg'on kishining qalbini qoraltadi. Haq yo'lda ona kirda bo'lib turadi. Har aldashgan so'z bilan, ham har aytgan yolg'on so'z bilan yuragimizda qora bir tog' borib keladi. Bir qora tog'. Agar qora aldashsa, qora bir yolg'on so'z, qora bir tog'ni yuragimizga qo'yadi. Ham shulay to'plana yurak qoraya boshlaydi. Ham shu aldashuvlar bizga g'iybat qo'lda kirta bo'lib turadi. 20 yil bizga keladi. Hali sunnatlar tugul farzlarni da ularga bizga kirta bo'lib turashadi. Shu yolg'on so'zlar. Chunki yuragimiz qop-qora bo'ladi. Alloh saqlasin. Tamam, bu Sufyan da radıyallahu anh
5-nji ayet unda la'nat qilib. La'nat qilib. Kishiga mashaqqat kerak. Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytdi, mu'min kishi boshqalarni qarg'amas, la'nat qilmas, ham bizga kishilarni gina tugul, hatto hayvonlarni da qarg'ov tiyilgan. Kishilarni ham hayvonlarni qarg'ov. Shular o'zlari ayttirgan kishining qarg'ishin ham duosin Alloh taolo qabul etadi. Haqsizlar qarg'ashi kishining qarg'ishi o'shini kiri qaytaradi. Kishini la'nat qilgan ham shular ayttirgan kishining duosidan sog' bo'lishi kerak. Qarg'ishni Alloh taolo kim aytgan qarab tugul, haqlimi, tugulmi ekanligini qarab qabul etadi. Mana buni qarang. Agar biz bir kishini qarg'asak, haqsizlikqa qarg'asak, u qarg'ashimizga foydashadi. U har vaqt foydali. Vaqtni turmaydi. Uhud so'ngishida kafirlar Allohning Rasuli Muhammad alayhisolatu vasallam muborak yuzini jarohatlab ishin sindirganlar. Ham qo'y sahobalar Peygamber alayhisolatu vasallam yoniga kelib, "Ya Rasululloh, bularga beddua qilsang edi" dedilar. Shunday Peygamber agar duo qilsa edi, Alloh taolo qabul etadi. Ular o'zlarining dushmanlarini jingganlar edi. Ammo anda da Peygamber alayhisolatu vasallam aytdi, "Men xalqqa la'nat qilish tugul, balki rahmat uchun sindirildim." Ya'ni jingganlar. Anda shunda bir kuch bor edi. Ayolning duosi Alloh tomonidan qabul etilgan. Birgina so'z Alloh taolo qabul etadi. Ammo lekin yo'q. Peygamberimiz alayhisolatu vasallam aytdi, "Men bu dunyoda la'nat qilishga kelmadim" dedi. Rahmat ishim. Bizning da ishimiz bunda la'nat tugul. Bizning da ishimiz bunda rahmatli bo'ladi. Peygamber alayhisolatu vasallam bizning ishimizni bunday ko'rsatdi. Biz da bu dunyoda shunday yashashga tegishlimiz. U bir qo'shada qarg'amadi, bir qo'shada la'nat qilmadi, bir qo'shada kishiga nosharlik tilamadi. Bor deb yaxshilik qila tiladi, ham bizning da ovozimizdan kishilar uchun yaxshilik qilishga tegishli. Biz kishiga yaxshilik qila tilarga tegishlidir. Nosharlik tugul. Nosharlik bilan shayton emas. Hamma ish bu. Bizning ish tugul. Biz bordik yaxshilik qila tilasak, inshaalloh bizga Alloh taolo biz tilagan aybirni bizga erishadi. Agar biz qardashimiz uchun yaxshilik so'rasa, butun farishtalar amma da shuni bir deb aytishadi. Ya'ni bizning so'zimiz bizga kelib qayta. Yaxshilik tilaymiz ekan, yaxshilik qayta. Nosharlik tilaymiz ekan, nosharlikni qaytargan mumkin. Alloh saqlasin. Biz tilaymiz kishilarga nosharlik sanab olib turamiz. Niye biz bu dunyoda noshar yashaymiz deb. Olib turaveramiz. Niye benim bir işte kırışmaydı? Etken sözün neydi bu nasıl? Başka bir şeye bakta. Sen kişiye yaxşılık dileysin mi? Sen yaşlılık dilege bakta da ona yaxşılık dileysin mi? Kişiye. Yoksa girese şey, sen yaşlılık diledersin mi? Yaşlılık diledemez. Şunu biz karıştırmalara geçmişiz. Bizning ovozimizdan neydi sözler çıkar? Bizning sözümüzge qarata, bizning turmushimiz tuziladi. So'zning kuchi bor. Bu dunyoda shulay ortga keldi. Eng birinchi so'z bo'ldi. Bu. Ammo ortga keldi u dunyo. So'z bilan. Demak, so'zning kuchi bu dunyoda kuchi bor. Biz da aytsak bir so'zni, u da
һәм башкалар турында күп сөйләргә була. Тел әдәпләре бик күп ала. Алар бөтенесен сөйләп бетереп булмый. Чынлыкта. Әмма ләкин без үзебезнең телебезгә хуҗа булыйк, җәмәгать нәрсә әйтәбез, шуңа баглы булыйк. Һәр вакытта да. Һәр вакытта да. Менә Казанда укыганда матур бер сүз әйтте. Нанда әйтте хәзрәт дигән сүз белән хәзрәтне мусульман дип мусульман бөтен җирдә мусульман булырга тиеш. Кая барса да ул мусульман булырга тиеш. Түгел мусульманнар арасында, яки мәчеттә, яки мәдрәсәдә. Юк. Мусульман кеше бөтен җирдә мусульман булырга тиеш. Кибеттә дә, кая барсагыз да, өйдә дә, урамда да мусульман булып калырга тиеш. Үзгәрмәскә тиеш. Теге күпчелек вакытта изге кешеләр түгел булабыз. Без мәчеттә мусульманнар юлга чыгабыз, башында утырабыз, мусульманлык югала башлый. Без мусульманнар бөтен җирдә мусульман булыйк. Бөтен җиргә, бөтен кешегә күрсәтик, мусульман